Tanqid qilish sizgamikan? Turmushi buzilgan ayolda ko'rsangiz har xil gaplarni gapirasiz. Tanqid qilish sizgami? Balkim siz oilangizda opa-singillaringizda turmushi buzilmagandir. Hammasi yaxshi, baxtli taxtli bo'lib yurishibdi. Lekin sizning farzandingiz bor. Mayli. Sizda hamma farzandingiz o'g'il, qizlaringiz yo'q. Lekin nevaralaringiz-chi? Nevaralaringiz bu dunyoga qiz bo'lib kelishmaydimi? Faqat o'g'il bo'lib kelishadimi? Siz oilasi buzilgan insonni tanqid qilishni bilasiz, lekin nima uchun oilasi buzilgan ekan? Sen yaxshi ayol bo'lganingda oilang buzilmasdi degan gaplarni gapiramiz. Erkaklar hammasi yaxshimi? Erkaklar hammasi yaxshida, ayollar yomonmi? Hech bir inson oilam buzilsin deb oila qurmaydi. Har bir inson baxtli bo'lish uchun oila quradi. Bugun siz kimnidir tanqid qilyapsiz. Erta sizning farzandingizni yoki opa-singlingizni yoki nevarangizni ham kimdir tanqid qiladi. To'g'ri, qaytar dunyo degan gaplarni hammamiz gapira olamiz. Lekin o'shanda ham siz tan olmaysiz. Siz o'shanda nima deysiz? Men qayerda xato qilgan ekanman deysiz. O'zingizni aybingizni o'zingiz tan olgingiz kelmaydi. Bundan bir necha yil oldin kimlardir tanqid qilganingiz xayolingizga ham kelmaydi. Shuning uchun tanqid qilishni to'xtating. Chunki deganda siz tanqid qilaydigan ayol yaratuvchining bandasi. U bu ayolni tarafini oladi. Hozir marra sizniki. Lekin bir kun kelib shunaqa holga tushib qolasizki, o'shanda tanqid qilgan ayolingizni xayolingizga keltirarmikansiz? Ozgina kelajagingizni ham o'ylab ko'ring. Tanqid sizga emas.